Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent bozorlarida sotuvga chiqqan arzon go'sht haqida norozilik to'lqini kuchaymoqda. Sovet davridan beri saqlanib qolgan laham go'shtga suyak qo'shishning an'anaviy amaliyoti arzonlashtirilgan go'shtni sotish kompaniyasi doirasida ham saqlanib qolmoqda. Adolatli bitimni kutgan xaridorlar yana shu hiyla-nayranglarga duch kelishdi. Agar ular mahsulotni belgilagan arzon narxda sotib olmoqchi bo'lsalar, go'shtdan ko'ra ko'proq suyak sotib olishga majbur bo'lishmoqda. 1 kilogramm arzonlashtirilgan go'shtning narxi 70 ming so'm deb ko'rsatilgan. Biroq amalda sotuvchilar laham go'sht bo'lagiga og'irligi 300 grammdan 500 grammgacha bo'lgan quruq suyaklarni majburan qo'shishyapti. Shunday qilib, iste'molchi aslida asosiy mahsulot bo'lmagan suyaklar uchun go'shtning narxini to'laydi. Agar xaridor bunday arzon go'sht sotib olishdan voz kechadigan bo'lsa, unga toza laham go'shtning kilosi 130 ming so'm ekanligini aytishmoqda. Har bir go'sht bo'lagining navi bor. Narx ham shu navga mos kelishi kerak. Qizig'i shundaki, narxi 100 ming so'mdan 120 ming so'mgacha bo'lgan toza laham go'shtni istalgan yirik supermarketda xarid qilish mumkin. Bugungi kunda O'zbekistonda kapitalistik tuzum hayotga tatbiq qilinyapti. Bu tuzumda foyda birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun ko'proq foyda olish niyatida odamlar yolg'on ishlatishyapti. Islom iqtisodiy muammolarni to'g'ri, o'ziga xos tarzda hal qiladi. Kapitalistik hayotdan tubdan farq qiladigan hayot tarzini ham asoslari, ham tafsilotlari bilan shakllantiradi. Islomiy sud jarayonlari odamlar o'rtasidagi ziddiyatlarni ko'rib chiqadi. Jamoat huquqlariga zarar yetkazadigan narsalarni taqiqlaydi. Odamlar o'rtasida yuzaga keladigan aldov va nizolarni bartaraf qiladi. Muslim o'zining sahihida Abu Hurayradan rivoyat qiladi. Allohning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam kilo bilan o'lchanmaydigan ustma-ust yig'ilgan taom oldidan o'tib qoldilar-da, qo'llarini unga kirgizdilar va qo'llari namlandi. Ya'ni taomning usti boshqa, osti boshqa edi. Shunda u kishi, "Nima bu ey taomning egasi?" dedilar. U esa, "Ey Allohning rasuli, u yomg'irdan namlandi" dedi. U kishi sallallohu alayhi va sallam, "Berkitmasdan odamlar ko'radigan qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Aldagan odam bizdan emas" dedilar.